What's up guys? Bugun sizlar bilan Ankida so'z yodlaymiz. Tavsiyalar o'zlari. Compound. Compound aralashma birikma. Compound aralashma birikma. Aralashma birikma. Bu narsani eslab qolishim kerak. Misol uchun tepada so'z chiqadi, javobini bilmasam, bu narsani umumiy yuboraman, yana qaytib keladi. Extend javobi nima, ma'nosi nima buni? Extend bu darajami qiyos. Buni umumiy yuboramiz. Flow xato edi, xato nuqson. Buni esa 2 kunga yuboramiz. Men klaviaturadan boshqaraman, shuning uchun ekranda ko'rinmasligi mumkin qaysi knopka bosganim. Buni 4 kunga yuboraman agar bilsam. To есть bu 2 kun chiqdi, 2 kunga yuboraman. Merge birlashtirma buni ham bilganim uchun 2 kunga yuboramiz. Emphasis nima degani? E'tibor, diqqat, urg'u. Emphasis. E'tibor, diqqat, urg'u. Frenetic nima degani edi? Frenetic. Jadal, shiddatli. Frenetic. Nimagadir o'xshatib eslab qolishim kerak bu so'zni. Frenetic. Misol uchun sizlarda mana shu frenetic so'zini o'qiganinglarda nimadir xayolingizga kelsa, o'sha so'zni o'xshatib eslab qolasizlar. Misol uchun freneticga menga hech qanaqa so'z kelmayapti. Friend bo'lishi mumkin. Tasavvur qilinglar, sizlar do'stinglar bilan shiddatli nimadir qilyapsizlar. Do'stinglar bilan yuguryapsizlar, tasavvur qilinglar, qattiq yuguryapsizlar. Bu narsaga qayta aytishingiz kerak. Tasavvur qilayotgan paytda jadal yoki shiddatli. Chunki sizlar do'stinglar bilan shunaqa qattiq yuguryapsizlar. Shuni tasavvur qilib hisob qilasizlar. Keyingisi abject bu o'zini yomon his qilish bilan tushkunlikdagi ayanchli ahvoldagi shunaqa ketdi. Renown taniqli. Contingent nima edi? Guruhida aytgancha guruh tarkib. Navy dengiz floti. Appropriate nima degani? Nimagadir appropriate nima degani? Appropriate to'g'ri degan edimi? To'g'ri keladigan bo'lsa. Interminable bu cheksiz edi aytgancha, chunki eslab qo'yganimda inter jamoasi o'sha keyin cheksizlikka qisqasi nimadirlardir tasavvur qilib eslab qolgan bu narsani. Cheksiz buni 22 kunga ketadi, chunki nima uchun ba'zilar 2 kun, mana bu yerda ba'zilarga 2 kun, ba'zilarda esa 22 kun ko'rinyapti, chunki bu so'z eski so'z. Qanchalik so'z eski bo'lsa, shunchalik uzoqroq muddatga повторga yuboraverasiz. Qanchalik yaqin bo'lsa, 1 kun yoki 2 kun bu kelaveradi. Shu misol uchun men bu knopkani oldiga olib kelsanglar, shortcut key 4 bossanglar, bu esa 3 bo'ladi. 3 bossanglar 13 kunga boradi. Klaviaturadan men o'zim boshqaraman.
Shuning uchun misol birda bo'lsam, bu umidga yana повтор keladi. Shuning uchun men 4 ta bosib o'raman, bu yana qaytib ketadi. Portrait bu ham shiddatli deydi misol. Aks ettirmoq yo'q. Portrait boshqa. Aks ettirmoq, qog'ozga tushirmoq, chizmoq ekan portrait. Kimdir portretini chizish kerak. Tasavvur qilaylik, kimdir portretini chizishi. Kimdir bo'lishi ham shart emas. Masalan, kaltakesakda portretini chizishlar. Yam-yashil emas, qip-qizil kaltakesak chizishlar. Tasavvur qilaylikmi? Tasavvur qilish shunchalik yaxshi-da, o'sha qancha g'alati narsalarni tasavvur qilsalar, shunchalik yaxshi esingizda qoladi. Uzr, ozgina mikrofonim anavi har xil mamlaqa ovoz chiqyapti-yu. degan ovoz chiqadigan bo'lsa, oldindan uzr so'rayman. Chunki quloqchinimda shunaqa muammo. Portrait aks ettirmoq, chizmoq, tushirmoq. Eslab qoldik. Buni umidga yuboramiz. Embark on maqsad nimadir? To start something new, difficult or exciting. Embark on to start something new, difficult or exciting. Embark on nima? Nimadir deb eslab qolish kerak bu so'z. Yangi narsa boshlash, yangi yoki maza qilib o'radigan narsa yoki qiyin yoki challenging qilish kerak. Men bitta narsa uyladim, просто Dota'da ana barrak degan kerak va o'sha sizlar u narsani baribir nima qilmaysizlar. Boshqa birorta nimagadir o'xshatishingiz mumkin. Misol uchun park. Embark on nima deydir eslab qolishingiz mumkin. Misol uchun bark so'zini o'zini olishingiz mumkin. Bark kuchuk akillaganini tasavvur qilib olishingiz mumkin. Tasavvur qilaylik, kuchuk sizlarga baqiryapti. Davay, yangi narsa boshla, challenge qil. Qiyinroq sport bilan shug'ullan, tur o'rningdan deb sizlarga tanbeh beryapti. Sizlar joyingizda uni ko'zinglarni katta ochib qarab o'tirsizlar kuchukka. Shunaqa qilib eslab qolsanglar osonroq o'yla. Embark on. Umidga boradimi? Define ta'riflamoq. Greedy ziqni gunohkorligi, ochko'z tuymas. Greedy. Integrity. Nima degani integrity? Bu so'z ismi kelmadi. Integrity. Noo'rinlik, to'g'ri kelmaslik ekan. Integrity. Nima deb eslab qolasizlar? Agar umuman so'zga qanaqadir nimagadir tasavvur qila olmasalar, sizlarga yordam beradigan narsa buni bo'g'ilib o'qishinglar kerak. Misol uchun incongruity. Shunda nimagadir o'xshatasizlar o'sha so'z. Misol uchun in so'zi oddiy qushlarning ini bor, o'sha narsaga o'xshatib o'rishinglar mumkin narsani. Integrity. Nima deb eslab qolamiz? Qushlarning ini bu to'g'ri kelmadi. Tasavvur qiling, sizlar uyingizga, hovlingizga qanaqadir qaldirg'och in quryapti-da, ya'ni qaldirg'och inni buzish noto'g'ri deb bizga aytishadi. Biz buni buzib yuboramiz. To'g'ri kelmayapti-da deb. Shu narsa nimaga aynan shu narsani tasavvur qilaman, chunki ko'pchilik qaldirg'och innini buzmaydi, uni qanaqadir ulug'lab yuborishadi-yu. Shunaqa to'g'rimi? Men bu gapim bilan aytmoqchi emasman, qushlarga ziyon berish kerak deb. Shunchaki o'sha narsani eslab qolinglar. Eslab qolish uchun zo'r tasavvur qilishingiz uchun zo'r bir voqea bo'lib qoladi-da.
inni buzyapsizlar, noto'g'ri turibdi deyapsizlar, inni buzayotgan paytinglar. Noo'rin to'g'ri kelmaydi deyapsizlar, noo'rin joyga qurdi. Tasavvur qiling, misol uchun eshikda ochilib yopiladigan joyiga o'sha tirqishiga in quryapti. Eshikni yopsanglar, u yopilib bo'lmaydi, ochsalar ochib bo'lmaydigan bo'lib qoladi. Agar u in qurib bo'lsa, o'sha uchun uni haydab yuborasizlar. Buzyapsizlar inni. Palchi ketdik. Hardwire bu tug'ilishga oid narsa edi. Tug'ma edi. Tizimga joylashtirilgan tug'ma. So'z bilan keyingi boramiz. Conservation to'plash, asrash, saqlash, avaylash. Content bu ishontirish aytmoq, bahs olib bormoq. Foragers. Kattaroq qilamiz. Foragers. Nima bo'lishi mumkin? Foragers. Nima deb eslab qolish mumkin bu so'z? Xayol umuman so'z kelmaydi. Foragers. Tasavvur qiling, misol fork degan so'zni eslab qolaymi? Fork bu vilka. Bilan nimadir qilyapsizlar hozir. Hunters ekan. Qari vilkalar. Soqol qo'ygan vilka, tasavvur qiling, bitta vilkada. Nimaga aynan vilka deyman? Chunki fork so'ziga o'xshatdim endi. Boshqa so'z topolmaganim uchun aynan shu forkni eslayman. Tasavvur qilaman. Fork soqol qo'ygan bir vilkalar bor. Vilkalar mamlakati deylik. O'sha vilkalar mamlakatida tasavvur qiling, ular ovlaydi. Biling, sizlarni ovlayapsizlar, qochyapsizlar. Vahshiy kulgili. Shu narsa eslab qolishingiz oson. Hayotingizda misol uchun siz hech qachon vilkadan qochmagansiz, to'g'rimi? To'g'ri. Shuni tasavvur qilib eslab qolsanglar, unga foragers bu hunters, ya'ni ovchilar deb eslab qolsangiz juda ham kulgili va esda qolarli narsa bo'ladi. Compound. Yig'ishmidi? Yo'q, to'xtalar. Ana shunga adashdim. Compound. Aralashma, birikma. Har doim shunga compound. Kompotni aralashtirasiz. Tasavvur qilinglar, sizlar zaldorli kompot bilan gilosli kompotni bir-biriga aralashtirasiz. Ichib ko'rganmisizlar? Men ichib ko'rmaganman. Menimcha bu og'ir bo'lib qoladi. Keyingisi extent bu anonga bog'liq narsa. Yoshkamda odamni nima darajasiga bog'liq narsa esdan chiqdi. Daraja miqyos extent daraja miqyos daraja. Tent deganda chodir xayolimga kelyapti. Chodirga nimadir daraja. Sizni chodiringiz. Tasavvur qilinglar, o'rmonga borgansizlar, gulboy, siz chodir tikyapsiz va sizni darajangiz 0. Eng bo'lmag'ur daraja. -1 darajada chodiringizga yozib qo'yilgansiz. Chodir bo'yicha baloni ham bilmaysiz. Chodir tikish bo'yicha. Chodir qurish. Frenetic nima edi? Eslarda bo'lsa buni eslatib. Frenetic. Jadal, shiddatli, nimadir do'stlar bilan yugurayotdi deydilar. Bo'ldi, ana ko'rasizlarmi, eslab qolganman shu narsani va bu oson. Ketdi endi, bu 2 kunga ketadi. Emphasis bu so'zni adashmasam tasavvur qilmadik. Emphasis kuchli yoki qanaqadir e'tibor, diqqat, urg'u bo'ldi, esladim. Buni boshqa narsaga tasavvur qilgandim.
Foster bu jihatmidi? Yaxshilanmoq rivojlanishga ko'maklashmoq. Yaxshilanmoq rivojlanishga ko'maklashmoq. Foster nima eslab qolsam. Fosterga doim flomaster deymiz. Sizlarni qo'lingizga bitta flomaster tushib qoldi va sizlar nimadir qilyapsizlar, yaxshilayapsizlar. Hayotingizda o'sha flomaster bilan quchoqlab olgansizlar, yugurib ketyapsizlar flomasterni olib. Qanaqadir bir 100 tezlikda ketyapsizlar yugurishda. Juda kulguli. Ana shu narsa yoki umuman absurd narsalar bo'lsa ham juda zo'r esinglarda qoladi. Foster flomasterni olib yugurib ketyapsizlar, bu narsa hayotingizga ta'sir qiladi. Qanaqadir yaxshilanmoq, rivojlanishga ko'maklashmoq. Unda qilib boramiz. Essence muhimmi? Mohiyat, tub, mag'zi, ma'no. Essence. Mohiyat, tub, mag'zi, ma'no. Tak, nima deb eslab qolsam. Mohiyat. Qanaqadir esse yozdinglar, bu narsa sizlarni mohiyatinglar, sizlar agar u bo'lmasa o'lib ketasizlar, yo'q bo'lib ketasizlar. Keyin tasavvur qilinglar, essence, ya'ni esse so'zini olamizda, ya'ni esse bor, esseni siz yozgansiz, qo'ningiz bilan yozgansiz esseni. Shunaqa deb eslab qolsanglar, esinglarda qoladi. Tub, mohiyat, ma'no deyapsizlar. Ma'nosi katta, qon bilan yozish. Bu esda qoladi. Exclude nima degani? Exclude uchiydimi? Nima tushib qoldirmoq? Bo'ldi, buni esladim. Exclude tushib qoldirmoq. Nurture bu tabiat, nature bor edi, nurture bor. Nurture bu nature u tug'ma bo'ladi yoki tabiatan. Nurture esa tarbiyaga bog'liq narsa. Parvarish qilmoq, qaramoq shu. Nugget kichik temir bo'lakchasimidi? Shu. Array esa bir qancha. Exertion. Bu so'z nima deysizlar qo'shib o'qiganman. Exertion. Qattiq harakat, og'ir ish, zo'riqish, exertion. Og'ir harakat, esladim nima deyishganini. Dotada aks degan kerak bor, o'sha aks. Qattiq harakat qilib nimadir ko'tarishga yoki og'ir narsani ko'tarish. Tasavvur qilinglar sizlar. Endi bilmadim, sizlar mana shu exertion so'zini o'qigan paytingizda sizlar xayolingizga nima keldi? O'sha narsani birinchi bo'lib qo'yib yuborishinglar kerak. Bu nima uchun aynan tasavvur qilib turib sizlar so'z yodlayapsizlar? Yoki men shunaqa yodlayman. Bu narsa nimaga? Chunki tezroq so'zlarni eslab qolish eng zo'r usuli shu. Eng zo'ri va eng tezi shu. Misol uchun siz inglizcha so'zlarni yodlab qo'ymoqchisiz, to'g'rimi? O'sha inglizcha so'zlarni shunchaki tasavvur qilishingiz kerak. Birinchi o'qigan paytingizda xayolingizga nima keldi? Nimagadir o'xshatishingiz mumkin, nimagadir qiyoslashingiz mumkin, shu so'zlarni bog'laysizlar. Misol uchun exertion so'zi men uchun qaysi bitta giroy bor, o'sha giroyni eslatdi. U narsa tirishib nimadir ko'tarayotganini eslab qo'ygan. Bo'ldingizlar. Sizlarga misol boshqa narsa bo'lishi mumkin. Sizlar dod o'ynamasligingiz mumkin. Nimadir boshqa narsaga mana shu so'zni просто bo'g'inlab o'qib ko'ring. Exertion deb nimadir eslab qolasiz. Nimadir xayolingizga keladi.
va uni o'zbekchasini albatta o'sha tasavvur qilgan paytda o'zbekchasini har aytishligi kerak. Og'irish, zo'riqish deb. Portrait chizish edi. Kimnidir rasmini kaltakesak rasmi chizilganda eslatib tursa, buni eslab qo'ygan paytimiz aks ettirmoq, qog'ozga tushirmoq, chizmoq ketadi bu. Embark on esa maqsad yo'lida harakat qilish. Ko'ryapsizlarmi? Mana shu so'zni men eslab qo'yganman. Qanaqasiga? Sizlarga ham aytdim mana hozir. Bark degani kuchuk akkilash. Kelib sizlarga nima deganini tasavvur qilgan bo'lsanglar, eslagan bo'lsanglar, kuchuk sizlarga kelib nimadir maqsadinglar haqida, u harakat qilishinglar haqida nimadir gapirayotganini tasavvur qilinglar dedim. Shu narsa agar kimdir esda qolgan bo'lsa va hozir men tarjimasini ko'rsataman, o'shanga o'xshaydi. To start something new, difficult or exciting. Ko'rasizlarmi? Bir marta ko'rgan paytinglarda so'zni nimagadir o'xshatyapsizlarda va o'sha o'xshatgan tasavvuringlarni eslasanglar bo'ldi, o'sha so'zni ko'rgan paytinglar javobi kelib chiqadi. Va bu narsa nima bo'ladi? 2 kunga yuboraveramiz. 2 kundan keyin keladi bu so'z. Tez yodlaysizlar, shunday qilib. Component. Nima edi component? Komponent so'zi nima? Komponent. Tarkibi qism. Ehtiyot qism. Mana misol uchun xuddi shunaqa eslab qo'yganman so'zlarni. Trim. Yirtmoqmidi? Kaltalatmoq, semiz emas, oriq. Trim. Kaltalatmoq, semiz emas, oriq. Kaltalatish degani. Trimga trim. Nima deb eslab qolsa bo'ladi trimni? Trim. Rimni deb eslab qolsalar bo'ladi. Qaranglar. Rimda nima bor? Rimda Kolizey bor. Kolizeyda bir qavatini kesib tashlayapsizlar, kaltalatyapsizlar, tasavvur qilinglar, sizlar prezidentsizlar u yerda. Endi u payt imperator bo'lgan. Sizlar prezidentsizlar, farqi yo'q bizga. O'zga sayyoralarga bo'laveramiz kerak bo'lsa. So'z yodlash bo'yicha-da. Trim. Kaltalatmoq, semiz emas, oriq. Kaltalatmoq, semiz emas, oriq. O'sha Kolizeyda bir qavat qismi bor, bilsanglar. Sal yedirilgan qismi bor, o'shani kaltalayapsizlar. Chiroyli bo'lsin, pastroq bo'laversan Kolizeyda. Bu narsa eslarda qoladi. Buni повторga boramiz. Incongruity. Buni esinglarda bormi mana shu so'z? Buni hozir tasavvur qilgan edik, sal oldinroq bu so'zni. Aynan mana bu joyi kerak bizga. Bu yo'q kerak emas. Ya'ni qaldirg'ochda iniydi. Nima deb tasavvur qilyapsizlar? Bir eslab ko'ringlar. Tasavvur qilib bo'linglarmi? Endi javobini ko'rsataman. To'g'ri bo'ldimi yoki eslolmadinglarmi? Mana shu narsani aniq qilinglar. Esinglarda bo'lsa, qaldirg'och sizlarni darvozalarga yoki uylarning eshigiga in qurayotadi. U narsa noto'g'ri, to'g'ri kelmaydi deb turib, sizlar uni buzib yuborgandinglar. Bo'ldi, oson. Agar kim bu so'zni eslolmagan bo'lsa, повтор, eslagan bo'lsa menga o'xshab, bu 4 kun ketadi, 2 kunga ham 4 kunga ketadi. Conservation bu so'zni eslagandik. Conservation qadoqlash yoki yig'ish, asrash, saqlash, avaylash. Foragers. Nima foragers? Fork edi. Esinglarda bo'lsa fork. Sizlar kimdan qo'chayotdinglar? Vilkadan qo'chayotdinglar. Shunaqa qilib eslab qo'ygandik. Va buni javobi hunters. Bilganlar bo'lsa 2 kunga yuboraveradi. Outlandish.
anavi chiroyli joy yoki anavi joyda tasavvur qilganimda bitta orol tasavvur qilgan. Chiroyli yoki muhim joyida. Ajabtovur, ta'jubli, g'alati. Intrinsic. Intrinsicni eslayman. Nimadir tasavvur qilgandim. Intrinsic. G'alati yoki noto'g'ri ishida. Tabiat tub aslligi. Xato qilinma. Buni umidga bo'laveramiz. Emphasis. Bu e'tibor, urg'u deb eslab qoladik. Precise yoki precise. E'tibormidi, bu ham nimadir shunga o'xshagan. Aniq ravshan yaqqol. Aniq ravshan precise. Aniq ravshan yaqqol. Compound. Shu so'zni eslab qoladik. Compound. Aralashma. Nimanidir tasavvur qilgandik bunga. Bilsalar kerak, ikkita kompotni bir-biriga aralashtirgan. Aralashma, birikma. Foster nima degani? Foster bu flamaster deb tasavvur qilgandik. Bu sizlarni nimadir maqsadinglarga yaqinlashtiradigan nimadir edi. Yaxshilamoq, rivojlanishga ko'maklashmoq. Extend daraja miqyos. Buni ham tasavvur qilgandik. Qisqasi shunaqa qilib so'zlarni yodlab ketaverasizlar, men baribir manbada 67-69 ta so'z bor. Manbada 69 ta so'zni yodlagan video qilib qo'ymayman baribir. Shundoq ham o'zi 27 minut bo'lib ketib qoldi video. Sizlarga omad. Hozir bundan keyin har kuni reading qilayotgan challenge'imni davom ettiraman. Reading qilib uni ham YouTube'ga yuklayman. Sog' bo'linglar, xuddi shunaqa tarzda so'zlarni yodlasanglar, tezroq yodlaysizlar. Agar kimdir bundan ham tezroq usulini biladigan bo'lsa, aytish mumkin, kommentariyada yozib ketinglar. Sog' bo'linglar, charchamanglar.